Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib borayotgan o'rtoqlar. Bugungi videomizda maqsad ko'pchilikda hozirgi kunda qiynayotgan savol bo'lyapti. Qanaqangi deyilsa, Lomin Sendini, mana shu Lomin Sendi zot bilan 8 oydan o'tdi. Shuni tuxumini uyda boqilganda, yerda boqilganda tuxumini setkaniki bilan bir xil deb murojaatlar ko'p bo'lyapti. Mana shunday holatda mana yerda boqilayotganlari. Buni hozir tajriba qilib ko'ramiz video davomida o'rtoqlar. Bu yerda mana shu yerda 2 kampli, ya'ni 160 ta Lomin Sendimiz bo'lgan. Sotilib ketdi. Xullas 25 ta dona qoldi. Bularning egalari 2-3 kunda olib ketishadi. Mana o'rtoqlar, aniqlik kiritib olamiz. Ikkita o'xayildiki, ikkita qaymoq rangda qo'yilgan o'xayildiki, ikkita yerda yurgan Sendiniki, ikkita setkadeginiki. Endi har bittasidan bittadanni suvga qaynatamiz. Mana bu sababi qo'rqmay qo'shganim, mana bunisi katta, yerda tug'ilganniki, yerda yurganniki katta. Yerda yurganniki kichkina, setka deganiki katta. O'shaning uchun belgilamadim. O'xayildiki qaymoq rang, bu ham alohida kichkina, eng kichkinasi. Bitta ko'kidan bu aniq. Bularni qaynatamiz, bularni chaqib ko'ramiz birgalikda. Ichini suyuq holatini ko'ramiz, pishgan holatini ko'ramiz. Birgalikda kuzatamiz. Qanaqa rang, bir xilmi yo boshqachami? Bu yerda yurgan tovuqni Lomin Sendiniki, bu setka deganiki. Bu o'zini maxsus yemada yegan, bu yerda yurgan o'xayillar bilan bir xil oziqa yegan tovuqimizni sarig'i. Mana endi e'tibor beringlar o'rtoqlar. Menga ham yangilik bo'lyapti, birinchi marta ko'rishim bu holatda. Mana. Ya'ni e'tibor bersak, setkadagimizga sarig'i qizg'ish to'qroq, bu ochroq. Endi o'xayildikini ko'ramiz, oq tuxumini, ya'ni qaymoq rang tuxumini. Buni ham shuni ichiga chaqamiz, aniq bo'ladi ko'rinishi. Mana sarig'ini ko'ringlarda, endi e'tibor bersalaring, undan ham ochroq. Ya'ni qizg'ish setka deganiki, yer deganiki ochiq sariqroq, bu undan ham ochroq. O'xayilda qaymoq rang tuxumi. Endi ko'kini chaqamiz. Birgalikda ko'ramiz o'rtoqlar. Mana bu undan ham och ekan. Mana o'rtoqlar, mana aniqroq qilib ko'rsatsam o'rtoqlar, mana bu Lomin Sendini setka yurgan, setkadagi Lomin Sendini tuxumi, ya'ni o'zini maxsus yemada yeb yurgan tuxum. Tovuq tuxumi. Mana bu Lomin Sendini yerda yurgan, mana bular bilan bir xil oziqa yeb yurgan tovuq tuxumi. Zoti Lomin Sendi. Farqi mana bunikiga yaqinroq bo'pti. Baribir bu qizg'ish ekan, to'qroq. Buni sababi ratsionida krasetil qo'shiladi qizartirish uchun. Agar o'sha krasetil qo'shilmasa, mana bunga 3 barobar oqarib ketadi sarig'i. Och sariq bo'lib qoladi. Uni keyin birov tabi tortmay qoladi. O'shaning uchun ratsioniga krasetil qo'shiladi, mana shunday qizartirish uchun. Sun'iy qizartirish hisoblanadi. Mana bu o'xaylimizni o'sha oqish ranginiki, mana bu haqiqiy ko'k tuxumniki. Mana holatini ko'rib olamiz, keyin narga suvda xuddi shuni suvda qaynaganini kuzatamiz birgalikda. Mana bu fabrikaniki, fabrika yemidagi. Mana bu yerdaginiki. Bular uchovi ham yerdagi, bular o'sha o'xayillar tuxumi. Mana bu
Mana bular pishgandan keyin qaynaganini ko'ramiz. Bular juda yarki bo'ladi, xudo xolasa, sarig'i. Tepadagilarga nisbatan, mana bunga nisbatan. Mana o'rtoqlar, endi navbat suvda qaynatilganiga keldi. Bu o'sha setkada yurgan tovuqimizning tuxumi ratsionda. Mana o'rtoqlar, o'sha yana qaytarib o'taman o'rtoqlar, mana shu qizilimiz setkada boqilayotgan tovuqning tuxumi. Mana bu pishgan holati. Mana pishgandan keyin o'sha qizil rang shunaqa rangga o'zgarib ketyapti. E'tibor beringlar, bu krasterlar bor yemida. Kraster qo'shganmiz. O'sha hisobiga sun'iy qizilligi uchun mana shuna rangga kelyapti. Mana bunimiz yerda boqilayotgan sendini tuxumi. Tovuq sendi, ekovi ham sendi, faqat bu yerda boqilgani uchun pishgandan keyin ham jindi ochargan xolos rangi tuxumini sarig'i. Ko'rinishi bu yerda ko'proq bu to'qroq bo'lsa qizil bunga nisbatan. Bu yerda pishgandan keyin bir xil bo'lib qolyapti. Mana bunimiz o'sha yerda boqilayotgan qora o'xayillarda, o'sha Andijon qora tovuqlarning geni bor, qoni bor deganimiz, ya'ni qaymoq rang tug'iydigan tovuqimizning tuxumi. Mana o'shani sarig'i pishganmi. Xuddi o'sha tovuqning tuxumini sarig'i. Mana bunimiz eng ichida eng ochi o'xayildiki, ko'k tuxumlik, mana bu ko'k ko'chalari. Ko'k tuxumdiki sarig'i mana o'rtoqlar, eng yarki, chiroyli va sifatli sariq mana shu bo'lyapti. Ikkinchisi bu bo'lyapti. Bular endi uchinchisi mana bu deb o'ylayman, sal qizg'ishroq. Bu juda oqarib ketgan bunisi. Mana o'sha o'rtoqlar, tovuqxonamizga kirdik. Kecha bulardan 25 ta tovuqdan mana yana bitta tug'ib qo'yibdi o'rtoqlar. 25 ta tuxum oldim dedim. Oldingi kuni 23 ta, undan oldingi kuni 25 ta. Faqat bir kun oldin 23 ta tug'dim. Mana bitta tuxum tug'ibdi. Bugun halinda bular yig'ishib chiqib ketaverdim. O'zi bitta kamida adashmasam. Mana. Bugun ham 25 ta tug'di, planni bajardi. Kecha ham 25 ta tug'di. Oldingi kuni 23 ta, undan oldin 25 ta. Ya'ni 98% tuxumda agar bir xattaligini hisoblab borsak, hozir bugun 100%, kecha 100%, undan oldingi kuni 92%, keyin yana 100%. Ya'ni 96, 97, 98% haftaga hisoblansa. Mana bularimiz o'sha yerda yurgan sendilarimiz o'rtoqlar. Birgalikda videomiz rosa cho'zilyapti, men bor o'zi bugungi tuxumini foizini ham kuzatib qo'yamiz birgalikda. Kechagi videomizda endi ana bu tovuqimiz kiryapti. Hali qaraganimda 6 ta ko'k tuxum, 6 ta qaymoq rang tuxum turuvdi. Mana bu ham hali bosib yotadi, bu ham chiqib ketibdi mana. 7 ta bo'libdi tuxumi. Xulosa shu bo'lyapti o'rtoqlar, 8 ta tovuqimiz 6 ta tug'yapti. Qoralarimiz har kuni stabilni, ya'ni 75%. Oqlarimiz 6 ta tovuq, 6 ta tuxum tug'yapti, 100%. Qoraligini hisobiga bular 70%, ya'ni qoraligi bas umuman uy tovuqning hisobiga. Endi sendilar ham va sendilar uy tovuqning hisobiga bo'ladimi? Bular tuxumini uy tovuqning tuxumi deb sotsa bo'ladimi degan savollar ko'p bo'lyapti o'rtoqlar. Bular uy tuxumimi? Mana shu holatda yerda boqilayotgan bo'lsa uy tuxumi, bular tuxumi haqiqatdan ham, sababi o'sha uy tovuqlarga nima berilsa o'sha oziqa beriladi. Sharoit yerda yuradi, setkada bas. Endi faqat tuxumi qora tovuqlar tuxumiga o'xshamaganligi uchun bular setkada yuradimi, yerda yuradimi, tuxum shakli bir xil o'rtoqlar. Rangi, tuxumini po'stini rangi bilan tuxum shakli bir xil, katta, yirik bo'ladi. 60-65 gram, 70 gramli tuxum bo'ladi. Uy tovuqlariga 55-60 bo'ladi. Tuxumini po'sti boshqacha bo'lgani uchun ajrab turadi. Tuxumini rangi, sarig'ida ham farqi bo'ladi. Xulosa shu bo'lyapti o'rtoqlar, ob'yomda ko'p boqayotganlar sendini tuxumi, uy tovuqning tuxumi deb sotsa bo'ladimi? Sotsa bo'ladi, faqat oq tovuqning tuxumi
uyda boqiladi deb sotgan afzaldir. Chunki to'g'risini aytilgan bo'linadi. Sababi oq tovuq haqiqatdan ham bilan fabrikaning tovug'i faqat yerda boqilayotganlik hisobiga. Kaloriyasiga kelsak, mana bu setkidagilarga nisbatan yaxshi kaloriyaga ega bo'ladi. Yerda ko'cha-mo'choq ro'zg'orda nima yeyotgan bo'lsa. Buni yerda boqilayotganlarda masalan 1000 ta, 500 ta, 2000 ta boqayotganlar bo'lsa, setkada oq tovuqlarni xullas, bularda uy tovug'ida tuxumini sotish muammo bo'ladi. Aniq fakt bu. Qora tovuqlar tuxumini oldida buniki muammo bo'ladi. Buning uchun setkadagilar tovuqlarda setkadan, ya'ni fabrikaning tuxumlari bilan bir xil narxda sotilsa, bozori chaqqon bo'ladi, olgan odam ham yana qaytib keladi. Setkani tuxumidan ancha sifatli bo'ladi uni ichi. Olib yeb ko'rganlar biladi. Keyin o'sha tuxumga yana kelishadi. Keyin kelishilgan holatda siz ham kavopan kuymaygan qilib bitta narxni belgilab sotishsa bo'ladi. Sotish bu agar uy tovuqni tuxumi masalan 2000 dan sotilgan bo'lsa, qora tovuqlarkini bularkini 2000 dan turilsa 1-2 olishi mumkin. Keyin bu boshqa tovuq kelgan har xil shubha gumon bo'lib qoladi. Setkadagi tovuqlarkini uy tuxumi deb sotar ekan bular degan gumonga kelib qolishadi. Aslida uy sharoitda boqilgani faqat tovuqni o'zi setkadagi tovuqlar zotidan bo'ladi. O'shani hisobiga. O'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimiz bundan-da xudo xolasa ma'noli va qiziqarli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Bugun o'sha qisqa muammolarga jinnigina javob topdik deb xulosa qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.